Bir kishi o'zini soyasini tutib olishga rosa qiziqar ekanda. U soyasi tomon nechta qadam tashlasa, soyasi undan shuncha uzoqlashar ekan. U soyasidan ham tezroq harakat qilaman deb unga yetib olish uchun rosa yuguribdi. Ammo qancha tez yugursa, soya ham shuncha tez qochardi. U oxiri charchabdi. Soyani ortidan yugurishdan zerikib, ortga qaytishga qaror qildi. Ammo soya endi unga ergasha boshladi. Boyagi odam soya mendan intiqom olmoqchi deb o'ylab, quvadigan kishi endi qochuvchiga aylandi. U yugurib ketayotib qoqilib yiqildi va hushidan ketdi. E'tibor bersak, ko'pincha mol dunyo biz bilan xuddi mana shunday muomala qiladi. Aslida dunyoda ko'p narsalar faqat tark qilinsagina keladi. Bir kishiga muhabbat qilamiz, e'tibor beramiz, maktub yozamiz, hadyalar yuboramiz. Ammo undan sado ham chiqmaydi. So'ng uzoqlashamiz. Shunda uzoq vaqt ko'z oldida bo'lganlarimiz bizni izlay boshlaydi. Biz insonlarda bitta yomon narsa bor. U ham bo'lsa, narsalarni yo'qotgandagina qadriga yetamiz.